Davlatova. Kiryapman. Davlatova. Keting. Mana bu dunyoda hech kimim qolmadi. O'g'lim oldiga boraman. Keting. Keting. Yo'q, Davlatova. Iroda, doktor yordam bering, iltimos, doktor. Nima qilamiz? Voy, nima shu o'qim bolam uyg'onib ketdi. Ovatizga boring. Tinchlikmi o'zim bo'pti? Voy. Opajon. Sizga tanismi? Ha, o'zini bo'ladi. Opajon, opa sizga nima bo'ldi? Onalari bormidi? Yo'q, hech unaqa qilmasdilar. Opajon. Jinni degani shu ayolmi? Ha, shu. Bolasi o'lik tug'ilganiga o'z joniga qasd qilmoqchi bo'lgan. Qutqarib qoldik. Aytgancha, ovsinaman dedingiz. Bitta uyda yashamaysizlarmi? Yo'q. Ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Eri bormidi? Yo'q. Bolasi kimdan ekan? Bilmadim. Hech kim ko'rishga aytgancha, oldingi smenimda eringiz ko'rishga kelgandi. Eri? Ha. Menga hech narsa demadilar. Endi siz ham tug'ruqdan chiqqaningizga hayajonlanmasin degandir-da. Mayli. Men palataga chiqay. Allo, Rustam aka. Ig'ora. O'zinim narigi palatada yotgan ekansiz, kecha kelgan ekansiz, menga aytmadingiz. Sana xotir olmagan degandim. Voy Rustam aka, hozir bilasizmi nima bo'ldi? O'zini o'zi tashamoqchi bo'ldi, o'ldirmoqchi bo'ldi. Yo'q-e. Hozir yaxshimi? Ha, bolasi o'lgan ekan-ku. Rustam aka, akam Rossiyada bo'lsalar, qiziq. Bola kimdan ekan? Bolasi. Bo'pti Rustam aka, bola uyg'onib qoldi. Xo'p. Voy jonim. Yaxshimisiz? Bola vaqtli tug'ilgan. 8 oylik. Chala. O'zining uydan ketganlariga 7 oy bo'lib qoldi. Qiziq. Bola kimdan ekan? Nega Rustam aka o'zinim kelganini menga aytmadi? Hammasini tagiga yetishim kerak. Chotda не то.